Hayatdan bitta narsa so'rasam yo'dimiysizmi? Yo'q. Hali hech narsa deganim yo'q-ku. Nima so'rashimni bilmaysiz-ku. Ey, men sana sinaringni zo'r bilib oldim. Hozir menga qarab turib sekin mo'ltilashib boshlaysan. Keyin men o'ng ko'zingdan sekin bir tomchi yosh oqish boshlaydi. Bu mana как раз o'ng tomonda mana yosh tayyorlanib turibdi. Mana chap edi. Xolos, bu ssenariy menga o'tmaydi. Yangi ssenariy o'ylab top. Voy. O'zimni fishkamni aytib, o'zimga balo qilman-ku. Ahriga o'xshamagan bo'lsa, biriga o'taman. Bugun eng yaqin insonim men kutmagan ishni qildi. To'g'risi shunchalikka boradi deb o'ylamagandim. Voy, nima bo'ldi? O'sha inson meni erim. Ochig'i sizdan buni kutmagandim. Nima qilyapti bu qiz? Shoshmay tur. Abonent xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. SMS yuboring. Telefonini ham o'chirib qo'yibdi. Abonent xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Hop. Samardan ko'rasan. Nima bo'ldi? Ko'zimni ko'kartiryapman. Nimaga? Qizlar, ertalab yerimdan o'tgan. Xarajatlarim uchun 10 ming so'm berib turing deganimda, ko'zimni urib ko'kartirib qo'ydilar. Voy, yaramas, nima qilding? Ertalab bir narsa so'rasam maylimi deganimda yo'q dedingiz-ku. Nima edi u? Uyimizda cho'katerlar bir dona qopdi, shuni ko'proq olib kelib qo'ying demoqchi edim xolos. Bahona cho'katyapmanmi? Endi bugun meni xafa qildingiz-ku. Shunga cho'katerlarga qo'shib, bir niyat ham sovg'a qilasiz. Bo'lmasa stories qo'yib yuboraman. Hozir kartinga tushadi. Shaqtashma. Mana bunisi bir reja. Buni aslo buza olmaysizlar. Qizlar sizlarni ham kuttirib qo'ydim. Nima bo'ldi ekan deb rosa kutyapsizlar. Hayotim men yaxshi ko'rgan cho'katar bilan qaranglar. Brilliant tilla braslet podarka qildilar. Hammalarga shunaqa baxt nasib qilsin. Umuman kutmagandim bulardan. Sevmani hammadan ham ko'p